E'tiborimizda MetaTrader 5 bu savdo qilish uchun akkauntlarimdan bittasi va izdelkalarim aynan hozir $4 atrofida plyusda va bularni men hammasini yopaman-da va orqasidan sell limitni izdelkalarini orderlardan ham yopaman. Hammasini yopganimizdan so'ng yana bir marta mana shu joydan sellga izdelka ochaman. Men sellga izdelka ochganimdan so'ng ruchnoy men yasagan robot avtomatik tarzda sell limitlarni men nastroykasidan to'g'rilaganim holatida terib beryapti. Bu menga qulaylik olib keladi. Bugungi videorolikimiz aynan mana shu robot yasash masalasi bo'yicha bo'ladi. Sizlarga qanday qilib robot yasash mumkin ekanligini juda ham oson yo'l bilan tushuntirib beraman. Buning uchun albatta kompyuter kerak bo'ladi. Kompyuterdagi MetaTrader 5 va MetaTrader 5 ni ochib bo'lganimizdan so'ng klaviaturadan F4 tugmasini bosadigan bo'lsak, mana qaranglar. F4 tugmasini bosganimizdan so'ng mana bu joyda Meta Editor chiqadi. Bizga mana shu programma kerak bo'ladi. Va bundan tashqari plus bizga kerak bo'ladi ChatGPT. Men sizlarga hozir ChatGPT ga kiraman-da. Mana hozirgi kunda yosh bola ham ChatGPT ga registratsiya qilib kirib, bu bilan yozishib, chat qilishi mumkin. Men mana bu joyda mana nimadan boshlaymiz deb mendan so'rayapti. Mana bu joyga ChatGPT ga yozaman. Nimani yozaman bilasizlarmi? Men qanday robot yaratmoqchi ekanligimni. Siz ham kirasizda ChatGPT ga agar robot yasamoqchi bo'lsangiz, sizga qanaqa robot kerak ekanligini mana shu joyga yozishingiz kerak bo'ladi. Bu joyda o'rtoqlar yozish masalasida, fikringizlarda bu robotga yetkazib bera olish qobiliyatinglar yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Fikringlarni qanchalik to'g'ri yetkazib bera olsanglar, nimani xohlayotganinglarni to'g'ri yetkazib bera oladigan bo'lsanglar, ChatGPT shu narsani tasrati kodini yozib beradi. Va u yozib bergan kodni mana bu joyda Meta Editor degan programmani aytdim, u F4 ni bosganda chiqdi. Ana o'sha joyga bosib to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Buni hozir o'rgataman. Hozir videorolik uzoq bo'lib ketmasligi uchun eng oson, eng sodda robotlardan bittasini yozib berishni, yasashni ko'rsataman. Qaranglar. Qanaqa robot yasashimiz mumkin? O'ylayapman. Masalan, kelinglar, ochilgan, yopilgan, yaxshisi yopilgan izdelkalarda hammasini lotini hisoblab beradigan robot yasaymiz hozir. Buning uchun men ChatGPT ga yozaman. Mana ko'ringlar, ekranni yana ham kattalashtiraman. Yozuvlar aniqroq ko'rinishi uchun. Qaranglar, yozaman. Jigar. Bu ChatGPT ga murojaat qilyapman. Menga MetaTrader 5 uchun yopilgan izdelkalarni barchasini umumiy lot aylanmasini hisoblab beruvchi robot kodi. Robot kerak deymiz. Kodi shart emas. ChatGPT logikasi kuchli tushunaveradi siz nima demoqchiligingizni. Kerak. Xo'p. Endi men nima robot kerakligi haqida aytdim. Nima ish qilish kerak. Endi bu robotni men bajaradigan ish vazifalarini aniq qatorlarigacha yozib chiqishim kerak bo'ladi. Masalan, birinchi o'rinda qiladigan, bajarish mumkin bo'lgan vazifasi robotni olib grafikaga tashlagan paytimizda chartda bizga, grafikada, mana bu joyda grafikada bizga yozuv ko'rinib turishi kerak. Robot yasagunimizcha uje yana где-то bir $2 atrofida plyusda ekanmiz. Buni yopaman-da hamma izdelkani, limitni orderni ham yopaman va orqasidan yana bitta sellga izdelka ochaman va ko'rishimiz mumkin. Qaranglar robot terishini. Xo'p, birinchi o'rinda shrift bo'lsin. Mana birinchi talabimni yozdim. Robotni chartga tashlaganimda shrift kattaroq ko'rinsin va ekranni o'ng pastki qismida bo'lsin. Ikkinchi talabimni aytaman. Ikkinchi talabiga aytishimiz mumkin. Kunlarni belgilash. Robotga masalan 1 kun qilsam bugungi kungilik, 2 kun qilsam 48 soat, 3 kun qilsam 72 soatdagi lot aylanmasini hisoblab beradigan aytishim mumkin. Robot nastroyka inputs deydi. Nastroykani inputsdan necha kunlik aylanmani belgilay olish imkoni bo'lsin. Ikkinchi talabim. Yana qanaqa talab qo'shishim mumkin? Robot yopilgan izdelkalarni alohida va aktivniy izdelkalarni hisoblab ko'rsatsin. Mana yozdim. Juda oddiy, oson, ko'rdinglar. Endi mana shu narsani ChatGPT ga prosta jo'nataman. Qaranglar. Hech uzoqlashtiraman ekranni. Mana 150.
Men xohlagan narsa bo'yicha hozir mana yozib beray. Uje yozishni boshlayapti, o'ylayapti mana. Tushunarli jigar. Sizga savdo ochmaydigan faqat MetaTrader 5 history va active orderslar pozitsionlarini hisoblab, charting o'ng pastiga katta shriftda ko'rsatadigan EA kerak. Da, конечно, juda ham to'g'ri tushundi bizni. Jigar mana MetaTrader 5 uchun lot aylanma hisoblovchi EA. EA degani Expert Advisor. Robotni shunaqa deb qisqartirmay aytishadi. Savdo ochmaydi, faqat hisob ber deyapti. Всё, bizga mana shu narsa kerak. Mana bu joyda mana kod yozyapti. Dalsh kodini yozib tugatib bo'ldi. Endi mana bu joyda copyright tugmasi turibdi. Mana shu copyrightni bosaman. Videoni boshida ko'rsatganim mana bu Meta Editor programmaga kiraman. Mana bu joydan sozdать degan tugmaga bosaman. Mana bu joyda birinchi o'rinda bizga sovetnik shablon degan narsa kerak. Boshqa qatordagi narsalarni bosish shart emas. Birinchi o'rindagiga bosamiz, dalya tugmasini bosamiz. Mana bu joyda imya so'rayapti. Robotimizga nom berishimiz mumkin mana shu joydan. Masalan, kanal uchun deyman. Author degan joyga o'zingizlarda avtorstvelar yozib ketsanglar bo'ladi. Misol uchun men kapitalist deb qo'yaman. Ссылка degan joyga o'zingizlar YouTube kanalinglar yoki bo'lmasam saytinglarmi qanaqadir, вообще nimani Telegram akkauntinglardimi farqi yo'q, qanaqadir ссылка qo'yib ketsanglar ham bo'ladi. Men bu yerga ссылка qo'ymayman hozir va shunchaki dalya tugmasiga bosaman. Bosganimizdan so'ng mana bu joydagi belgilarni hech qaysi biriga tegmaymiz. Shunday qanday bo'lsa shunday qoladi. Oddiy hech qanday mana galochka yo'q, ko'ryapsizlar, hech qanday belgi yo'q. Pustoy turibdi. Dalya tugmasiga bosaman. Bu joy ham pustoy qoladi. Готово tugmasiga bosaman. Bosganimdan so'ng menga tayyor mana bunaqangi shablonli kod beryapti. Meta Editor programmani o'zi. Bu joyda men Ctrl bilan A harfini bossam, lotincha harfda klaviaturaga qaraymiz. Ctrl bilan A tugmasini bosaman. Hamma mana shu joydagi kodlar belgilandi. Bu yozilgan kodlar Meta Editor programmani robot yasash uchun tayyor shabloni. Bu narsa bizga kerak emas, chunki bizda hozir tayyor kod bor. Tayyor kod bor bo'lgani uchun, mana ChatGPT bizga tayyor kodni berganligi uchun copyright qilib oldimda. Bu joyga kirib Ctrl A tugmasini bosib bu joyda o'chirib yuboramiz va Ctrl V lotincha harfda klaviaturaga qarab topsanglar bo'ladi. Ctrl V da bosamiz. Vot mana bu joyga 137 qatorlik mana kod tushdi. Mana bu joyda compilировать degan yozuv bor. Mana shunga bosamiz. Ingliz tilida compile deb yoziladi. Qarochi agar platformalar inglizcha bo'lsa. Mana shu joyda compilировать degan tugmaga bosaman. Bosamiz. Vot. Hech qanday xatolik chiqmadi. Ekranni mana bu joydagi pastga qaraymizda. Agar yozgan kodimizda yoki mana bu robotning kodida qandaydir xatoliklar, ogohlantirishlar bo'lsa, mana bu joyda o'sha xatoliklar kelib chiqadi. Xatoliklar kelib chiqqandan keyin sizning robotingiz hech qanday ishlash holatiga kelmaydi. Xatolik kelib chiqadigan bo'lsa nima qilasiz bilasizmi? Shunday screenshot qilasiz, mana shu joyda o'zini, vot mana men screenshot qilaman. Mana xatolik chiqqan joyini o'zini agar chiqqanda edi, sizda mabodo chiqadigan bo'lsa, siz ham shunday qilsangiz bo'ladi. Xatolik chiqqan joyda o'zini shunday screenshot qilib turib, ChatGPT ga shunday kirasizda Ctrl V yana bitta bosasiz, to есть ChatGPT ga bitta tashlaysizda, jigar, manaqa xatoliklar chiqyapti. Bu xatoliklar mana qatorlarda ekan yoki mana shu xatoliklarni tuzatib, boshqatdan kodni yozib ber desiz, bu o'sha xatoliklarni tuzatib, nimagaligini o'zi analiz qiladi, o'zi yozib beradi. Siz uni shunday copyright qilasizda, bu yoqqa tashab, boshqatdan deganim o'tib turib, Ctrl A da bossangiz, mana hammasi belgilanadi. Bitta delete ni bosib turib, yangi kod bergan kodni tashab, ChatGPT bergan kodni compilировать qilsangiz, xatoliklar kamayib oxiri yo'q bo'lib, robot ishlash holatiga keladi. Hozirgi holatda men compilировать qildim, meni bu robotim tayyor. Уже XM brokerini MetaTrader 5 platformasining ichiga tushadi. Chunki bu XM brokerini MetaTrader 5 ni Meta Editor programmasi mana bu turgan holat. Endi MetaTrader 5 ga o'tamiz. O'tganimizdan so'ng zilkalarni birinchi o'rinda yopamiz. Zakrit pozitsiya и sell limitni orderlarni ham yopaman-da va yana bitta sellga zilka ochaman. Endi men bu joyda sizlarga hozir yasagan robotimizni ko'rsatib beraman. Buning uchun Ctrl N tugmani bosamiz, to есть navigatorni chiqarib olamiz. Agar Ctrl N ni bosgani qiynalsangiz, mana bu joyda ekranda chap yuqori qismida faylning yonida vid degan yozuv bor. Mana shunga bosib turib, mana bu joydan navigator degan narsani topamiz. Sovetniki degan joyga mana kattalashtiraman. Kattalashtirganimizdan so'ng mana bu joyga birinchi o'ringa tushib qolibdi mana. Kanal uchun deb yozganman. Mana bu pastdagi ikkita robot esa bu o'zim yasagan boshqacha robotlar bular. Endi bu
videorolikni ko'rgandan keyin sizda ham agar o'zingizda shaxsiy g'oyangiz bo'lsa, grafikaga qarab turib qanday qilib daromad qilish haqida bir ideyalar qilib qoladigan bo'lsangiz, o'zingizga o'zingiz juda ham 100 dan ortiq, 200 dan ortiq robot yasashingiz mumkin. Mana shu kanal uchun degan robotni mishkani chap tarafman bosib turib mana bu grafikaga bitta olib kelib tashlayman-da. Olib kelib tashlaganimdan so'ng mana bu joyda nastroykalar chiqyapti. Biz yasagan hozir robotni. Mana bu joyda ikkalosiga ham galochka qo'yamiz, belgi qo'yamiz. Mana bu joyda parametrlar nastroykalariga o'tsak, mana ko'ramiz. Necha kunlik yopilgan zilklari ko'rsatadi. Biz mana shu joyga 30 kunlik emas, 1 kunlik qilaman. Shrift kattaligi 18, keyinlamashini 24 qilaman. O'ngdan masofa deyapti. O'ngdan masofa 20, pastdan masofa 30. Buni bot ChatGPT o'zi nastroyka qilib qo'ygan. Buni nimaga ekanligini bilish uchun hozir grafikaga tashlab ko'rishim kerak. OK tugmasini bosaman. Bosganimdan so'ng mana bu joyda yozuv chiqdi. Вот mana sizlarga yasagan sodda, oson robot. Caplot aylanma yopilgan 1 kun. Close tak. Что-то не то bitta. Mana bu joyda algo tradingni bosib turib, boshqatdan kiramizda. Mana buni 2 kunlik qilaychi nima bo'lar ekan? Mana buni true qo'ysak, bu lotlarni ko'rsatmayapti hozir, yopilgan kunni o'zini ko'rsatyapti shota. Shrift kattaligini 15 qilaylikchi. Sakcha ham yozuv. Kakraz mana robotda xatolik chiqyapti. Xatolik emas, to'liq yasalmagan robotga o'xshab chiqyapti. Mana bu joyda kakraz buni sizlarga hozir misolda tushuntirib ko'rsatib beraman. Mana bu joyda men xohlagan narsani ola olmayapman robotdan. Допустим, sizlar ham robot yasagan bo'lsanglar, sizlar xohlagan narsa chiqmayotgan bo'lsa robotda, hozir men yerda caplot aylanma degan narsa вообще kerak emas menga. Caplot deyotganing sababi ChatGPT meni CapGold deb taniydi. CapGold degan nick asosida ostida taniydi. Shuning uchun mana bunaqa narsa qo'yib qo'ygan bu joyga. Va mana bu nuqta chiziq ham kerak emas. Yopilgan 2 kun degan narsa ham kerak emas. Hozir mana shu joydan o'zim shunday screenshot qilaman. Menga yoqmayotgan joyini ChatGPT ga o'taman va bunga tashlayman. Jigar, menga lotni oboroti kerak. Ya'ni yopilgan va ochiq turgan zelkalarni lotlarini umumiy hisobi. Sen bergan robot deylik, sen yasab bergan robot lotlarni ko'rsatmayapti-ku deymiz, bo'ldi. Всё. Просто mana menga yoqmayotgan narsani tushuntirib yozdim xolos. Просто jo'natamiz. Hajigar to'g'ri aytyapsiz. Oldingi kodda bitta labelga ko'p qator tekst yozilgani uchun MetaTrader 5 uni bir qatorda cho'zib yuboryapti. Shuning uchun lotlar ko'rinmay qolgan. Mana to'g'rilangan variant har bir qator alohida chiqadi. O'ng pastda turadi, yopilgan plus ochiq lot oborotini beradi. Вот. Yangi kodni yozib beryapti. Va mana bu joyda copyright qilib olamizda, meta editorga kiramiz. Editorga kirib bo'lganimizdan so'ng Ctrl A tugmasini bosamiz, delete ni bosamiz va MetaTrader 5 imizga kirib turib qaytadan mana bu fayl tugmasini bosamiz, открыть каталог данных qilamiz. Mana bu joyda MQL5, MQL5 degan papkaga kiramiz, export degan papkaga kiramiz. Mana bu joydagi kanal uchun degan narsani ikkalosini ham o'chirib tashlaymiz. Hozir nimaga bunaqa ekanini tushuntiraman va Ctrl N tugmasini bosamiz. MetaTrader 5 ga qaytib, sovetnikka borib, mishkani chap tarafini bosamiz, mishkani o'ng tarafini bosamiz, обновление beramiz. Mana bu joyda kanal uchun degan robot yo'qoldi. Chunki biz uni o'chirib tashladik. Chunki u mana bu menga yoqmagan, to'liq bo'lmagan eski robot edi. Uni o'chirib tashlab turib, ChatGPT ga o'tamiz, yangi yozib bergan kodni copyright qilamiz, MetaEditor 5 programmasiga kiramiz. Mana bu joyda top-toza qilib qo'yganman, ko'ryapsizlar. Ctrl V tugmasini bosamiz. Endi bu safargi kodimiz 118 qatordan iborat ekan. Va mana bu joyda compilировать degan tugmaga bosamiz. Mana hech qanday xatolik chiqmadi. Yana MetaTrader 5 ga qaytamiz. Mana bu joyda sovetnikka обновление beramiz. Kanal uchun degan narsa yana qaytadan paydo bo'lib qoldi. Ko'ryapsizlar? Endi mana shu kanal uchun degan narsani olaman-da, mishkani chap tarafini ushlab turib, MetaTrader 5 chartga tashlayman. Mana bu joyda ikkalosiga ham galochka qo'yaman va nastroykaga o'taman-da. Menga necha kunlik? 1 kunlik kerak. 1 kunlikni topish uchun bo'ldi, shu narsani qo'yamiz va tashlaymiz. Mana bu joyda endi yozuvlarni bir-biri ustun bo'lib tushib qo'yotgani net o'tiribdi. Demak, bosib, mana bu yozuvni 18 emas, qani 14 qilib ko'raylikchi? Yo'q, 15 qilaylik. Yozuv kattaligini, yo'q, baribir. Yozuvni kattaligini necha qilsam ham, yozuvlar bir-biri ustun bo'lib qolyapti. 20 qilib qo'yaman-da, katta ko'rinadi hozir. Вот. Endi mana shu narsa yoqmayaptimi? Demak, mana shu narsani shunday screenshot qilaman-da. Men yana qaytadan ChatGPT ga tashlayman.
Jigar, bu yozuvlar men o'zimga yoqmayotgan va kerakli narsani aytdim. Jigar, bu yozuvlar tushunarsiz va bir ustun bo'lib qolgan. Endi mana o kaplot оборот degan narsani olib tasha, prosta robot ko'rsatsin yopilgan zilkani va ochiq turgan zilkani ko'rsatsin yetadi. Va davrni ko'rsatsin dedim. To есть 1 kunlikmi, 2 kunlikmi shu narsani ko'rsatsa, shuni o'zi yetarli. Boshqa narsa yozuvlarni olib tashlar edim. Ha jigar, mana soddalashtirilgan va yozuvlar ustma-ust chiqmaydigan variant. Yangi variantni yozyapti. Mana bu joyda mana period ko'rsatar ekan, yopilgan zilkalar va ochiq zilkalari ko'rsatar ekan. Endi mana shu narsani shunday kopировать qilaman. Yana MetaTrader 5 ga qaytaman. Mana bu joydagi fayl degan tugmaga bosib, открыть katalog данных qilamiz. MQL5 degan programmaga kiramiz, exportga kiramiz. Kanal uchun degan mana bu eski kod bir ustun bo'lib tushib qo'yayotgan robotni o'chirib tashlayman, X qilaman, советникka обновление beraman, meta editorga kiraman, Ctrl A ni bosaman, delete tugmasini bosaman, ChatGPT ga kiraman, kopировать qilaman yangi kodni. Meta editor 5 ga kirib turib, mana bu yerda Ctrl V tugmasini bosaman, 108 qatorli yangi kod chiqyapti. Compilировать degan tugmaga bosaman va mana bu kodimiz ham yangidan yasaldi. MetaTrader 5 ga kiraman, советникka обновление beraman, kanal uchun degan yangi robot tushdi. Buni mishkani chap tarafini ushlab, tak, eski robotni o'chirib tashlaymiz avval mana bu joydan chartdan. Kanal uchun degansani tashlaymiz bu yoqqa. Ot. Mana bu joyda 1 kunlik tursin, shrift kattaligi 14, o'ngdan chapga tekst rangi, hop. Mana shu joyni o'zida OK tugmasini bosaman, mana ko'rishimiz mumkin. Period 1 kun. Endi mana shu narsani 2 kun qilib ko'ramiz. 2 kunlikni ko'rsat desam, mana bu grafikada ham 2 kun bo'lib qolish kerak. Mana ko'rdinglarmi, 2 kun bo'ldi. Bu degani o'zi robot ishlayapti degani. 2 kun davomida yopilgan zilkalarni, lotlarni hammasi 167 lot ekan. Aynan hozirgi holatda ochiq turgan zilkalarim 1,5 lot atrofida ochiq turibdi ekan va $6 plyusda turibdi. Mana bu joyda foydadagi zilkalarni yopaman. Mana bu joyga kirib sell limitlarni o'chirib tashlab, boshqatdan sellga zilka ochsam, yana sell limit teriladi. Hozir 167 lot edi. Mana shu yozuvni kattalashtirib, sizlarga go'zal ko'rinish uchun 20 lot, 20 kattalikda qilamiz. Vot, kattalashgandan keyin nimagadir shu qator oralig'i 24 turibdi. Mana shuni 11 qilsam nima bo'lar ekan? Ha, kichrayar ekan. Demak, 24 emas, qator oralig'ini где-то bir 50 qilaman. Vashi kattalashishi kerak. Mana. Normal holatga keldi. Даже ChatGPT mana bu robotimizning nastroykasiga qator oralig'i degan men so'ramagan narsani ham qo'shib ketgan. Ko'ryapsizlar? Qator oralig'i degan narsani men hozir 100 qiladigan bo'lsam, mana yozuvlar oralig'i yana ham kattalashadi mana. Ko'rdinglarmi? Vot. Uni qilib ko'rasizlar, buni qilib ko'rasizlar, erinmasdan uni qilib ko'rish kerak, buni qilib ko'rish kerak. Oxiri sizlar o'zingizlar xohlagan narsaga yetib kelasizlar keyin. Muvaffaqiyat любой sohada mana shunaqangi holatda bo'ladi. Umidsizlikka tushmasdan, diqqat olmasdan, asabiylashmasdan, yomon ko'rmasdan prosta harakat qilish kerak. Всё. Yaxshi ko'rib, qiziqib harakat qilish kerak. Mana bu joyda mana 2 kunlik zilkalarimni aylanmasini ko'rsatib beryapti. Yopilgan zilkalar hammasi 169 lotga teng ekan. Bugungi kunlik o'zida men masalan 1 kun qiladigan bo'lsam, vot 84 lot оборот qilibman. Конечно, bu MetaTrader 5 dagi bu shotim XM brokerini ultra low mikro shoti. Ultra low mikro shoti. Bu joyda ekranga chiqarib ketaman. Bir standart lotimiz $1000 ga teng. Oddiy standart shotlarda esa o'ylaymanki, o'rtoqlar, robot yasash masalasini sizlarga tushuntirib bera oldim. Menimcha sizlarga bu ma'lumot foydali bo'ldi. Robotni полноценный to'g'ri ishlashi uchun mana bu joydan Algo Tradingda plyusni bosib yoqib qo'yishimiz kerak. To есть Algo Trading degan mana bu joydagi knopka mana bu 3 burchak yashil holatda turishi kerak. Agar mana bunaqangi 4 burchak qizil holatda turadigan bo'lsa, robot ishlamayapti degani. Algo Trading yoniq turishi kerak albatta. Ana undan so'ng robotimiz полноценный ishlaydi. Bu robot hozir hech qanaqangi zilka ochmaydi. Prosta lotlarning hisobini ko'rsatib beradi xolos. Men shunaqangi oddiy robot yasash misolida sizlarga robot yasashni tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Endi savdo qiladigan robot kerak bo'ladigan bo'lsa, uning uchun sizlarda strategiyalar, g'oyalar bo'lishi kerak. Tak, zilkalarni yopaman. Limitni orderni ham yopaman. Boshqatdan limit teraman. Trading View grafikaga qaranglar-da. Sizlarga hozir yana ham soddoroq bo'lishi uchun bu oltin masalasida meni anaqa ojizona fikrlarim. ABC struktura ketyapti hozir. Где-то mana bu atrofga tushib keyin ko'tarilsa kerak 5000 ga. Gap bunda emas. Gap, o'rtoqlar. Gap
Agar sizlar savdo qiladigan avtomatik o'zi o'ylab o'zi savdo qiladigan robot yasamoqchi bo'lsanglar ham xuddi mana shu videolarda ko'rsatganimdek qiladigan bo'lsanglar yasasanglar bo'ladi. Buning uchun siz robot qachon zilka ochadi, qachon zilka yopadi, nimaga u joydan ochadi, nimaga u joydan yopadi, qanday holatda bezubitga qiladi, qanday holatda stop tekni qayga qo'yadi, qanaqa holatda ishlash mexanizmini cho'tki qilib mana bu ChatGPT ga chiroyli qilib tushuntirib bera olsanglar, agar bu kodni yozib beradi va u robotdagi xatolikni mana men tuzatganimdek bu videolarda ko'rsatib sizlarga shunday qilib yasab olishinglar va foydalanishinglar. Demo shotda test qilib, sentavo shotda test qilib, agar robotinglar zo'r o'xshab ketib qoladigan bo'lsa, realni shotga solib, soqqani soqqiga bosishinglar mumkin. Robot yasash uchun juda ham ko'plab xohish istaklarga asoslangan holatda bo'lishi mumkin. Uni endi o'zingizlar bilasizlar u yog'ini, chunki har bitta odamning ideyasi, to есть ideyasi, g'oyasi, robotni filosofiyasi har xil bo'ladi. Kimdir masalan aytish mumkin, menga mana bunaqangi minimumga kelganda bayga ochadigan, maksimumga kelganda, to есть qarshilik kelganda selga ochadigan robot yasamoqchiman deb. Kimdir shunaqa robot yasaydi, kimdir yana bo'lishi mumkin, o'zidan oldingi svechani soya bunaqa maksimumini yangilasa bay stop qo'ysin yoki selga ochsin. Minimumni yangilasa sel stop yoki selga ochsin. Ну, как bu shunaqa. Logika har xil bo'lishi mumkin. Endi robot yasash masalasida dunyo qarashinglar kengaytirmoqchi bo'lsanglar nima qilasizlar bilasizlar? Prosta bu narsani qilib ko'rish kerak. Qilib ko'rmaguninglarcha sizlarda tajriba bo'lmaydi. Chunki qilishinglar davomida robot yasab harakat qilishlar davomida xato qilasizlar, adashasizlar, o'xshamaydi. Ну, yaxshi variantda o'xshab qolishi ham mumkin. O'xshasa nur ustiga nur, o'xshamaydigan bo'lsa o'rganasizlar. Shuna qilib, umid so'ndirmay, даже programmist bo'lib ketishinglar ham mumkin. Bu ChatGPT orqali bitta robot emas, saytlar yasash mumkin. ChatGPT orqali programmalar yasash mumkin. ChatGPT orqali bilasizlar nima ishlar qilib tashlash mumkin. Faqat bitta narsa, buni pulli versiyasini sotib olishinglar kerak. Bir oyda $22mikin, $23mi shunaqa podpiskasi bor. Ana o'sha podpiskani sotib olishinglar o'zi kifoya. Podpiskani sotib olganinglardan so'ng yana ham tez, yana ham aqlli holatida ishlaydi. Shunday ekan, ChatGPT bilan hozirgi kunda ne только ChatGPT, sun'iy intellekt вообще dunyosiga kirib, sun'iy intellekt bu yo'nalishga kirib turib, oho, qancha ishlar qilib tashlash mumkin. Hozirgi kunda bu bunaqangi imkoniyatlar davrida yashab turib, prosta pulim yo'q deb nolib yurish bu kulgili holat, prosta kulgili holat. Всё. Juda ham ko'plab ishlar qilib tashlash mumkin bu sun'iy intellekt orqasidan. Xuddi shunday ekan, albatta ijobiy tarafga, albatta insonlarga foydasi tegadigan, o'zingizga foydasi tegadigan, albatta ijobiy holatda yaxshi ishlarga, yaxshiliklarga olib keladigan narsalar yaratinglar, yaxshilikka olib keladigan ishlar qilinglar. Bu narsa endi hamma insonning o'zini motivatsiyasiga, dunyo qarashiga bog'liq. Chunki oddiy misol ruchkani ham yozadigan ruchkamizni ham ikki xil maqsadda o'ylab topishgan. Kimlardir buni nimadirlar yozish uchun, qandaydir ma'lumot, informatsiyalar yozish uchun ishlatsa, yana kimlardir insonning ko'zini burchaklarga hujum qilish uchun ishlatiladi. Yana qurol sifatida ham ishlatiladi. Oddiy ruchkani. Endi ruchkani shu darajada inson o'ziga bog'liq bo'lgandan keyin bu joydagi hozirgi kunda imkoniyatlardan qanday qilib foydalanish va ularda oqibat natijasiga har bir insonning o'zi javobgar va o'ziga bog'liq dunyo qarashiga. Men esa hozir mana bu joyda zilkalarni hammasini yopaman, sel limitlarini ham yopaman va yana bitta selga zilka ochaman. Bu joyda sizlarga osonga o'xshab ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Men hozir daromad qilayotganim yoki zilka qilayotganim yo'q, o'rtoqlar. Bu joyga kelishda o'zi bo'lgan narsa bu haligi okeanning tagida turgan aysbergda pastki qismi bor-ku, xuddi o'sha narsaga o'xshaydi xolos. Sizlar suvning betidagi mana meni daromad qilayotganim, maza qilib o'ynab yurganimga qarab turib, bo'l oson ekan, anaqa yengil fikrga borib qolmanglar, yo'q. Bilim olish kerak, ilm olib o'rganish kerak. Ilmingiz bo'lsa, bilimingiz, tajribangiz bo'lsa, конечно, bu narsa sizlarga ham oson bo'ladi. Xullas, istoriyaga kiramiz. Videoda yozib bo'lganimcha уже men $35 atrofida daromad qilib qo'yibman. Xudoga shukr albatta. Xullas shunaqa. Mana shu joyda xayrlashaman. Keyingi roliklarda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. O'zingizlarni ustingizda ishlanglar, rivojlanishdan to'xtamanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Gaplashamiz.
Leksiya izgoya, omen paranoya. Nega hamma kutdi poetichного boya? Bizda beri bo'lganmaganman karablenoya. Lekin ko'rinishidan kimgadir shu ham kifoya. Prototip Johnny Boya, parodiya Pony Boya. Hamma ijodkorlar kabi nol ijod, nol g'oya. Jiddiylikda farqimizdan Telegram, Instagram manga taqqoslashadi tetragram, pentagram. Versusda 2-3 ta g'alabami и всё. Bitta gapni eshitganmisan, durakan video.